Eng qimmat tort necha pulga qilingan bizda? 165 mingga baholadi. Koreyada sham-yakshanba mardikor bozori chiqardi. Jumon armiyasida. Uradi. Mana qaralang, mashinani ko'rdingmi? Qalay ekan. Jahongir akaga rahmat. Yangi yil. Gram ortiqcha narsa solinmagan Pay Republic. Общепит bilan bog'langan odam 24 ga yetdi, ishda bo'ladi. Jahon chempionatiga ham chiqib oldik. Marojniy haqidagi gapim bu hazil edi. Muzqaymoqda soqqa bormi, yo'qmi? Hammaga salom. Men Mirshakar Fayzullayev. Bu soqqa va doimgidek sizlarga katta rahmat aytamiz. Biz 25-yil yakunida turibmiz. Biz uchun bu yil qanday o'tdi? Judayam omadli. Birinchidan buni siz bu soqqa kanalida chiqqan videolardan ham bilishingiz mumkin. Judayam qiziqarli bizneslar haqida bir nechta dasturlar sizga taqdim etdik. Undan keyin biz butun jamoamiz bilan yangi sahnaga ko'chdik. Taklif etamiz, kelinglar. Albatta, matbuotchilar 17. Agarda siz Toshkent shahridan emas, boshqa hududlardan keladigan bo'lsangiz, shunchaki xaritaga kirib Toshkent deb yozing, to'g'ri bizning klubga olib keladi sizlarni. Biz bundan juda ham xursandmiz. Keling, qanchalik xursandligimizni o'zingizga ham aytib beramiz. Undan keyin yana katta yangiliklardan. Bu yil bizning futbol bo'yicha terma jamoamiz jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Bu hammamiz uchun juda ham katta yangilik. Va bu yoqda qiziqarli tomoni nimada? Afsonaviy so'z ustasi Hojiboy Tojiboyev 70 yilligi bu yil. Tabriklasak bo'ladi. Va eng qizig'i, biz futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqqani munosabati bilan turgan gapga endi u yoqda ular marojniy yeb kelishmaydi. Hojiboy Tojiboyevga hurmatimizni bajo keltirgan holda muzqaymoqni Toshkentda yeyishga qaror qildik. Mana jahon chempionatiga ham chiqib oldik. Ana marojniy haqidagi gapim bu hazil edi. Ana endi Portugaliyani ham, Kolumbiyani ham, yana keyingi tushadigan kim Kongomi? Uni hammasini inasini ko'rsatishimiz kerak. Siz kanalga obuna bo'ling va avans bilan like bosib qo'ying, chunki dastur sizga yoqadi degan umiddamiz. Bugungi qahramonimiz Laziz Gulyamov o'zlarining Lahtizan deb nomlangan bizneslari bilan. Bu soqqa va bugungi dastur muzqaymoqda soqqa bormi, yo'qmi? Shu haqida bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Shu vaqt bo'ldi. Menga doim g'alati tuyuladi odamlarning joyiga kelib ularga xush kelibsiz deyish. Men har doim tutuq belgisi bor so'zlardan qo'rqaman. Qanaqa talaffuz qilinadi? Lartisan. Fransuz tilida Lartisan deydi. Lartisan. Shuning uchun boshida aytmadim. Men shunchaki Lazakan joydamiz dedim, bo'ldi. Lartizandamiz. Nimaga fransuzcha nom? Brend anaqa anaqalar bilan gaplashganda birinchi o'zim ismimni anaqasi juda kamtar odam bo'lganingiz uchun shunga Laziz, Lartisan, artisan nimagaki o'zbek tilida hunarmand degan anaqada keladi. Qo'lbola non, o'sha anaqa qiladigan jelatalar ham Lartisan. Bu demak, sizni yondashuvingiz va ishlab chiqarish haqida ko'proq. Uslubi haqida ishlab chiqarish. Fransiyada o'qib kelganda ham anaqasi bo'lishi mumkin, asorati. Hozir o'tirgan joyimiz bu sizni bugungi kundagi faoliyatingizda. Bu yaqinda ochilgan joy. 1 yil bo'ldimi, bo'lmadimi ochilgani? Lartisan aprelda ishlash. Apreldan boshladi. O'sha aprelda 1 yil bo'ladi. Hozir 8 oy bo'ldi. 8 oy bo'ldi. Men boya intervyudan oldin ham ko'rishganimizda aytdim, men bu joyda bo'lganman 2 marta, oilaviy kelganmiz, lekin hali hech narsa yeb, hech narsa ichib ko'rgan joy. Bugun birinchi marta qahva ichib ko'rdim. Chunki yozda kelganmiz, joy yo'q, umuman joy yo'q bo'lsa ham men odatim bor, baribir kutib turaman, hozir bo'shaydi deb. Lekin bitta menda emas ekan bunaqa odat, kutib turganlar ham rosa ko'p ekan. Keyin men aytdim, yo'q, bo'lmasam ketdik, boshqa safar kelamizda, boshqa safar ham xuddi shu narsa takrorlandi. Men nimaga aytaman buni? Endi ochilgan joy uchun juda ham katta natija edi bu. Bu nima narsa bular? Gapirib bering endi. Bu taraf sorbet, то есть gradus sorbetni saqlanish, sotilish gradusi 11,5-12. Shuning uchun bu отдельно. Bu taraf gelato. Gelato sut qaymoqda qilinadi.
sorbet naturalniy mevalarda sokda qilinadigan. Qancha vaqtgacha saqlashingiz mumkin buni bitta qilganingizda? Bitta qilganda agar глубокий zamorozkada bo'lsa, misol 18-20 da minusda 1-2 oy ham bemalol turaveradi. Usti yopiq vakuum anaqada bo'lsa. Lekin sodaga olib chiqilgandan keyin 5-6 kundan keyin mazasi o'zgarishni boshlaydi. Aynimaydi, lekin men kerakli odamlarga inson anaqalarga bermoqchi bo'lgan maza o'zgaradi. O'sha boshqa Undachi jelatada? Jelata ko'proq turadi, chunki bu birinchidan 14,5 gradus, ikkinchidan sut qaymoq bo'lgani uchun bu anaqadan ko'proq turadi baribir. Men kerakli yomon deb bo'lmaydi, yomon emas. No, men chiqargan maza o'zgarishi yoqmaydi. Shuning uchun anaqasi turadi. No, 4-kun уже anaqa qilish kerak. Alishtirish kerak. Hozir siz kengaymoqchi bo'lsangiz, aytaylik, yana bitta joy ochdingiz. Ishlab chiqarish shu joyni o'zidan transportirovka bilan eplasa bo'ladimi yo o'zida ishlab chiqarishingiz kerakmi hammasini? Hozirgi joyi 3 tagacha agar keyingi yil ochiladigan yana 3 ta joy anaqa qilsa, biramalab evlasa bo'ladi va naryoda podolda sex o'zi bor, o'sha anaqa qilingan. Uni o'zi 3 tagacha tochkani где-то evlab beradi. Qaysi birida marja qanaqa? Bu yoqda serbetingiz bor, bu yoqda jelata. Qaysi biri sizga foydaliroq bundan? Men foydalirog'i skорее sorbet sezonniy anaqa paytda. Misol menga marakuya местный emas, lekin men uni bozordan pyuresini ishlatmaymiz, bozordan живой tayyorini olamiz. Arzoni hozir limon. Bu mana bunaqa narsaki, har bitta meva bizda sezon bor, ne sezon. Qulupni sezonda misol uchun kilosini men 35-40 mingdan olaman. Limon hozir eng arzon payti, misol 10 mingga, 12 mingga olsangiz, lekin topsa bo'ladi, lekin nijelatina ularni ishlatib bo'lmaydi. Menga kerakligi 15-16 ming turadi. Necha prosentgacha boradi bunda marja? Marja aytaylik, sorbetniki hozirda limonniki, eng arzon limon olyapsiz. Hozirdagisi limonniki koeffitsient 3 gacha qo'ya olaman. То есть bu menga 100 mingga tushsa 300 mingga. Условно aytganda. Lekin bu hali uni texnika amortizatsiyasi, saqlashdagi rasxodlar ichga kirganda shunaqa qilsa bo'ladi. Nimadachi, jelatadachi? Jelatada kamroq, chunki fistashka misol uchun o'ziga qarab eng arzoni bor. Misol uchun eng arzonlari qaysi biri? Bitta joy shikolat. Aka arzonini topolmayaptilar. Misol vanilli, endi vanilni ham biz vanilni srучок ishlatamiz, vanilni ishlatmaymiz. Qatuli yogurt arzonroq. Unda koeffitsient eng arzon bunda 4 gacha boradi, fistashka koeffitsient 2. Chunki fistashka hozir 380 mingdan olamiz. O'zi местный Surxondaryo qimmat bo'ladi. Xomashyo qimmatroq. O'shanga shikolat ham qimmatroq. Belgiyskiy ishlatamiz, o'shanga salanaqaroq. Jelatani, sorbetlarni nimasi? Mana hozir bermasam siz o'zingiz tushuna olmaysiz. Bu по сути yog'. Lekin misol mana qani mandarin bilan. Bu mandarin. Mandarin облепиха bu. Yengisi. Yangi yil. Mandarin. Bayramlar bilan. Mandarin облепиха. Kimdir mandarinni tozalab, o'zi yemasdan mana shungacha olib kelgansiz. Mandarinni tozalab o'zingiz yemay ko'rganmisiz? Bu malina. Malina. Naturalniy malina deganda bu anaqasi bo'ladi. Shuning hammasi bir xil strukturali. Da, mayin. Anaqali bu to'g'ri yaxlangan, anaqa barabamda anaqa bo'ladi. Ichida yaxlab qilgancha kishlari uni qirib anaqa uradi и strukturasi mayin bo'ladi. Bu bir marta erib, qotib anaqa urganda o'sha yaxa qalin yaxladi, boshqacha eriydi. Apparatga yeganingizda u yaxla yegan. Xuddi granita degan narsa bor. Granitaga o'xshaydi, o'sha tekstura o'zgaradi. Soответственно, sizni vkus, mazasi ham o'zgaradi. Shunaqa bitta yeb ko'rganingizda ichida
struktura bir xil bo'lmaydigan bo'lsa, tushunsa bo'ladi. Bu bugun qilinmagan yoki bugun qilinganda ham to'g'ri saqlanmagan. Noto'g'ri saqlangan. Ha. Ko'p anaqilarda bo'ladi. Misol, magazinda ham marojniy yeganingizda yaxli ana qilib qoladi yo boshqacha. O'shandan ham ana qilsa bo'ladi-da. O'sha joyi qiyinroq. Demak, buzilishi osonroq bo'ladi. Qiyin narsa ekan. Mana smorодина qora. Tanish narsalardan limon kisli, Aytmoqchi bor. No. qovoq. Qovoq kerak. Da. Qovoq sonsa yegan. Da, yo'q, umuman boshqacha tam bu. Qovoq keraksa, mana bu anaqa. Nesnelarda bu Qovoq. Toshkent limon. Toshkent limon unikalniy produkt hisoblanadi, bilasizlar. Limon haqiqatdan zo'r, освежающий, lekin top bir bu qovoqlik, men bilmadim. Boya aytganlarida o'tirib gaplashganimiz qovoq, da shirin narsa, qiziq narsa chiqsa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, qovoq. Xullas tatib ko'rish kerak qovoqligini. Bu yoqda bu sarbetlar, bu yerda jelatadan, hop. Bu keshu. Keshu mana hozir chistashka dos, keshu dos bu o'zi solinadi, to'g'rimi shunda? Ha, o'zini pasta qilib, o'zini naturalni solinadi. Menda Sirop emas, boshqa yo'q, hech narsa. Mana ranglari bor-ku, malina, qulupnay, qovoq, hammasi yarki. O'zini original. Gram ortiqcha narsa solinmagan. Qo'shilmagan. Faqat bozordan limon sotib olamiz, limonni sokini siqib, ozgina shakar bilan apparatda anaqa qilib pishiriladi. Xabaringlar bor, bizani oxirgi yarim yil umrimiz to'liq ta'mirlash ishlari bilan o'tdi. Yangi sahnani qurib, yoqqa ko'chib ulgurishimiz kerak edi va nihoyat bu amalga oshdi. Lekin mana bu 6 oyni teng yarmi rasman aytganda so'nggi pardozlash ishlari bilan band bo'ldik, chunki bu ta'mirlashda eng muhim qismi. Siz shuncha qilgan mehnatingizni oxirida ko'rsatib bera oladigan materiallarni tanlash, topish va bu materiallar bilan ishlashni biladigan professional insonlarni bir joyga jamlashni o'zi juda ham katta muammo. Va mana shu muammoga yechimni men sizlarga hozir tavsiya qilmoqchiman. Biz Onto Arte galereyasidamiz. Bu galereyada jahonga mashhur premium darajadagi pardozlash materiallari brendlari taqdim etilgan. Agarda sizga yuqori sifatli bo'yoqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bozorimizda taqdim etilgan eng sifatli brendlardan biri Amerika ishlab chiqaruvchisidan Benjamin Moore taklif qilishimiz mumkin. Benjamin Moore bu Amerika premium kraskalaridan biri. 150 yil tajribasiga ega va uning sifat ustida ishlashadi. Benjamin Moore palitrasida 3,5 mingtadan ortiq ranglar bor. Rangchisini och yoki to'qligiga qarab 20 mingtadan oshiq rangini chiqarsa bo'ladi. Benjamin Moore kraskasi yil davomida xiralashmaydi va bitta surganingizdan keyin yuvsangiz ham bo'ladi, juda ham chidamli. Sahnaga esa juda ham ko'pchilik keladi. Har kuni 3 tagacha showimiz bor. Shuning uchun bizga juda ham sifatli bo'yoq kerak edi. Hozir sizlarga bu galereyadagi boshqa qiziqarli narsalar haqida ham gapirib beraman. Pol tabiiy taxtadan navbat devorlarga yetib keldi. Demak, aboy gul qog'ozlar haqida gaplashamiz. Mana misol uchun Tissage Mayo 1889-yildan beri gul qog'ozda ishlab chiqarish bilan shug'ullanishar ekan. Coco Chanel o'zini showroomlariga aynan shularni mahsulotlaridan foydalangan deyishyapti. Fresk o'zimizda Toshkentlik akaxon bilan og'aynilari Rossiyada bu brendga asos solishgan ekan. Buni qiziqarli jihati nimada? Bundagi rasmlar, naqshlar rassomlar tomonidan alohida siz uchun chiziladi va men hozir sizlarga bir ikkita namunasini ko'rsataman. Menga juda ham yoqqani. Mana bunisi. Endi devorga ham paxta qo'ysa bo'ladi. Morris dunyoga mashhur ingliz brendi. Bu brend o'z gul qog'ozlari uchun naqshlarni qadimiy saroylar, umuman qadimiy binolardagi naqshlarni asos qilib olish bilan ajralib turar ekan. Haqiqiy ingliz uslubi. Onto Arte sifat, estetika va eksklyuziv yechimlarni qadrlaydiganlar uchun. Batafsil ma'lumot pastdagi havola orqali bor, o'rganib chiqsangiz bo'ladi va unutmang, siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Qachon, qanaqa oilada tug'ilgansiz va ma'lumotingiz? Onam o'qituvchilar, o'zbek tili, rus maktabida o'zbek tilini o'rgatardilar. Dars berardilar. Otam injener, gidrogeolog.
ma'lumot filolog, nemis tili va adabiyoti filologiman. 5 yil bakalavrda o'qiganman. Shu bilan bir hokimiyatda ham ishladim, o'qituvchi ham bo'lib ishladim. Choyxonada ham ishlaganman. Klassika. Chayqanshik bo'lib. Endi kim shu eng zo'r narsada o'sha choyxona somsa, pirojki sotardi. Chorsidan qilib ishlaganmiz. O'sha payt 90-yillarda ota-onaga misol hunarli bo'lib qolasan deganda qaysi javha ko'proq pul keltiradiganiga qarab turib aniq qilishgan. Misol motoristlar ko'proq pul ishlagan, bozorda ko'proq pul bo'lardi. Suvda ham qilganman, gilam bozoriga chiqqanman, unga bunga aniq qilib. Institut bitirib diplom отработкасы bo'lardi. Diplom отработка bo'lganda biza 243 maktabda ozgina ishlaganman. Keyin Qizlarni Yengil sanoat kollejida ozgina dars berganman. Shu bilan hokimiyatga o'tib ketgan. Hokimiyatga chaqirishgan, qarashsa sal gрамотныйroq bola ekansan-ki, hokimiyatda Bektemirda. Nima ish qilgansiz hokimiyatda? Ma'naviyat, ma'rifat anaqasida sport komiteti, ma'naviyat, ma'rifat anaqa oldingi qatorlarda birinchilardan boshlashman. Respublikada ma'naviyat. Demak, qachondir siz oq ko'ylak galstukda qo'lingizda bloknot bilan aniqdir. U payt hali modaga chiqmagan. Yo'q, yozib olish emas, yurish bloknot bilan. Noto'g'ri salom beryapsan. Bo'ladi. Mana u hammasi 1 yilga yetdi. Bir yildan keyin institut bitirganimizda baribir anaqa nima o'sha payt romantizm bo'lardi. Romantizm nimada? Struktura organlarga kirish. Bizda filologlardan primoy anaqa yopib olardi. SMBga. Nima? Milliy xavfsizlik. Milliy xavfsizlikga olardi. O'xshamadi, 2 marta, 3 marta borganimda, chunki men analitikaga qiziqardim, mana Shtirlits anaqalar. Keyin oxiri baribir qaysidir paytga kelib turib chaqirishdi. Anaqa qilamiz deyishdi. Shu paytda o'zida ishga joylashish kerak bo'lib qoldi. O'rtog'im yoniga borganimda akasidan ish so'radim, chunki ish tekshirish uchun anaqa bo'lardi. Borsam Koreyaga kerak jo'natishayotgan payt ekan, kerak dokumentingni bera qol, Koreyaga anaqa qilasan. Bu hali siz milliy xavfsizlikdan javob kutayotgan paytingizda. Endi anaqa qildim, dokument topshirdim. 9 oy hamma biladi, menimcha hamma emas, ko'pchilik biladi. 9 oy tekshiruv nimadir bo'lishi uchun anaqa qilingan vaqt berilardi. Davlat ishida ishlash kerak, odam imminni hamma anaqasini davlat ishiga borganida shu Koreyaga dokument topshirdi ishdi. Mayli, farqi yo'q dedim. Endi institut bitirgan, qarab nima qiling, nima qo'y deb yurganda u yoqdan bari odam o'qqa-cho'qqa o'zini urib yuradi, o'zini anaqasini topishga harakat. Shunchaki ochiq eshik qidirib yurgan paytingiz. O'shanda topshirdim, 9 oy boshqa yoqda Raygazda ishladim. Raygazda nima ish qildingiz? Kompyuterda, ya'ni ko'chada pul yig'averadiganlar. O'sha yerda faqat ishga olishdi, davlat ishida inspektor bo'lib, ozgina u yoqqa yurdim, o'sha yerda baribir oxir oqibat erta ham ishdan bo'shashga to'g'ri keldi. Davlat ishida, strukturalarda ishlash uchun bo'ysunish qanchalik g'alati yoki o'zingizdan tepada turgan odam buyrug'i g'alati yoki g'ayrioddiy mantiqqa to'g'ri kelmaydigan bo'lsa ham xo'p bo'ladi deb qiladigan umuman anaqa bor ekan. O'ziga yarasha bu navak yoki anaqa skill bo'lish kerak ekanki, davlat anaqalarda ishlay oladigan yoki organlarda ishlay oladigan. Mana shu paytlarda bildimki, sal noto'g'ri deb bilgan anaqalarni so'ramasdan bajarish kerak bo'lgan joylar. Shunga o'xshagan bir g'alati bekordan bekor mana bor, aylanib ketsa, nima qilaman? Mantiq bormi? Yo'q, mana aylanib yurish kerak yoki bir narsa qilish kerak. Borib so'ra, anaqa qil. Shunaqa g'alatiroq narsalarni tushunmay qarab turib, mantiq qayerda? Nimaga anaqa qilish kerak? O'shanda keyin javob chiqib qoldi, ertadan ham javob chiqib qoldi, bu yerdan javob chiqib qoldi. Bu yoqqa borsam, tayyormisan dedi. Bu qiyin, og'ir, oson emas bu ish deydi. Xo'p dedim. Barib anaqa qila olmadim. Keyin o'ylab Koreyaga bora qolay dedim. O'sha ofitsialni jo'natilayotgan paytlar Omadingiz kelgan ekan, uncha odam keta olmasdi unda ham. Unda uncha oxirigacha tushunmasdi. Endi dokument topshirib ko'plik ish olmagan. Birinchi to'lqin o'sha 2005-yilda deydi. Shu birinchi anaqalar ham misol bir tanish deb qanaqadir katta yordam bermagan, dokument
topshirib qo'yman menga degan yangi narsa chiqyapti. Hop deganman, shu ham 9 oyda javob chiqqan. Faqat shu ikkita ishga og'ir ishlarga olinardi. Men zavodga tushganman. Akfani o'sha koreyskiy, Koreya varianti stikl paketli qilardi. Qanaqa qilib sizni konditerlikkacha olib keldi? Hozircha tushunarli joyi paydo bo'lmadi. Qandolatchilik o'sha paytda, hozir endi bizda endi rivojlandi-yu, u paytda juda chiroyli, juda Osiyoda menimcha agar Yaponiya birinchi o'rinda bo'lsa, Koreya ikkinchi o'rinda edi. Vitrinalarni ko'rib, kafega kirib, o'sha payt cheesecake, makarons bizda endi o'sha payt 2005 da bo'lmasdi unaqa. Bizda tortdan Praga, pirojnidan kartoshka bo'lgan davrlar. Ha, sovetskiy hali anaqalar Meros bor o'rnini bosmaganda. O'sha o'zi sovet davrida bir 30 ta главный tortlar sotilardi, птичье молоко, skaskalar. Shu muhitdan qanaqadir makaron, cheesecake, tiramisu anaqalarni ko'rib, vitrinalar boshqacha, misol uchun vitrinalar joylashuvi, qanaqadir oddiy Paris bagetda anaqa bo'lardi. O'rtada ostrovok bo'lardi, nolli shundoq ochuvchasiga, Safiya boshqalar taqdirlab o'shani o'ziga anaqa qilishyapti. Bonda ham bor. U boshqa umuman boshqa anaqa qiladi. Voy, mashinaqa qilib joy qilish kerak ekan degan fikr aylanishni boshlagan. Qo'limdan sal kelinishni bilardim. Koreyada o'shanga keldimki, o'sha bilan shug'ullanmoqchiman. O'zdan shaharda anaqani topdim. Kurs. Imенно koreyskiy выпечка baking institut bor edi. O'shanga Karseldan iltimos qilib yoziltirdim. U paytlar 12 soatlab ishlagan bo'lsam, menejer bilan kelishdim. Bundan buyog'i Adzvanka, to есть 8 dan 5 gacha ishlayman. Undan buyog'i o'qishga ketaman desam, bo'ldi degan, rozi bo'lgan. Endi men ham hammaday ishlayman. Oq odamlarga o'xshab ishlayman. Qolganini har dushanba juma bu yerda anaqa qilardim, borib turib o'qirdim. O'qish necha pul turadi shunda? Oyiga $500 shunaqa edi. Oyiga $500 o'qishga to'laysiz. Oyligim u yerdan kamayib ketgan edi. 850 shunaqa chiqardi. 850 900 olgan taqdiringizda 500 ni o'qishga beryapsiz. O'qishga bergan. Boshqa daromad yo'q. Boshqa daromad yo'q. Ya'ni siz uyga pul jo'natmay qo'ydingiz u paytda. Yo'q, ozgina bari anaqa qildimki, shanba-yakshanba Mardikor bozori chiqardi. Yerda Arbayt degan Mardikor bozori bor. Biz agar oddiy kunda qanchadir ishlaydik, qanchalik og'irroq ishga borsangiz $100 gacha pul kuniga topsa bo'lardi. O'sha 3 yil bo'ldi. U yerda bitirdim. Seulda boshqa o'qish bor edi. Kuniga $100 dan shanba-yakshanba o'qish topdim. Wedding cake decoration bu soyadami tortlarni anaqa qilish, bezash. Koreyada erta mana bunaqa narsa edi. Konditerlik olami, qandolatchilik olamida o'ziga yarasha liderlar bor edi. Koreyada o'qish konditer, qandolatchilik, oshpazligiga institutlarda bo'ladi, universitetlar bor. Qirollik anaqasi kuxnyasi bor. Ular esida qolgan. Ular traditsiya anaqalarini olib qolgan. Retseptura hammasi juda boy. Men tangam ko'rganman, shuncha oson tushunganman ekan. Tangam o'xshagan. Ular o'sha o'zini anaqalarini saqlab keladi. Juda ham o'rgatib turadi. Juda kuchli. Qandolatchi ham juda kuchli ularda rivojlangan. Universitet, institut darajasida hammasi o'rganilgan. Bizda ustoz shogirdda. Qudrat aka pishirishni biladi. Bor, o'g'lim o'rgan. Bor, shogirdlikka tushsang, o'rganib olasan, osh pishirish. Da. Anunga borsang, u oshni ham, moshkichirni ham biladi, uni ham buni ham o'rganib olasan. Endi qozonni tepasiga kelgandan keyin mana jigarrang bo'lguncha qovurasan. Undan keyin go'shtni anaqa qilasan, undan keyin mana buni solasan, uni solasan. Hamma biladigan reaktor mayra nima u? Nimaga bu bunaqa bo'ladi? Nimaga sholi ishadi? Nimaga bu proseslarni o'rganish uchun ximiya oldin sovet paytida bar bo'lgan, shkola bo'lgan, qanaqadir Samarqandda bo'lgan, kuchli deyshadi. Lekin keyin yana bitta tarafi bor, chotki texnologiya bo'lmagani uchun mana gradusnikdan foydalanmaydi, anaqa qilmaydi. Qay paytda nimaga u anaqani kuchli chuqur anaqa bo'lmagandan keyin, mana
xuddi shunaqa osh qilyapsan-ku, ha. Nima sani qilsang sho'li bo'lib qolyapti desa, uni qo'li shunaqa. Da, qo'li shirib, mani kishirilmas. Qanaqadir chuqurroq nimaga unaqa bo'layotganini o'rganish uchun baribir bazaviy bilimlar kerak, ximiya, fizika, qaysidir anaqalari kerak-da. Balki rostdan ham bu yo'lni ancha qisqartirgan bo'lardi. Chunki yaxshi oshpaz bo'lish uchun hozir bitta oshpazda siz yillab shogird tushasiz, undan keyin yillab yomon osh pishirasiz. 10-12 yilda yaxshi oshpaz bo'lib yetishasiz-da. Bu hali faqat osh haqida gap ketyapti. Agar siz kengroq kuxnyani o'rganaman desangiz, u umri yetmaydi bunaqa. Yetmaydi. Shuning uchun vaqtida anaqa o'sha paytda ishlab o'sha umrini o'tkazgan odamlar yozib qolgan, qoldirgan kitoblardan foydalanib, hozirgi zamonda o'sha fizika, ximiya nima qaysi yangi anaqalaridan foydalanib qilsa, deyman o'sha yo'lni 2-3 yilda qisqartirsa bo'ladi. Hammasini aniqsa bo'ladi. Lekin O'zbekistonda bitta bo'lsa ham oshpaz yoki qandolatni chiqaradigan qaysidir oliygoh aytib bera olasizmi? Men xabarim yo'q. Men spetsialistman deb o'ylayman, lekin men ham bilmayman. Bitta oshpazlar uyushmasining kursi bor. Keyin qaysidir Samarqandda ochilgan, lekin ishlamaydigan turizm nimasidir bor. Koreyada bu hammasi universitetlar, institutlar bor edi. Hammasi shunaqa rivojlangan ediki, juda ko'p konkurslar, o'zi orasida konkurslar, koreyskiy konkurslar, mirovoy konkurslar hamma bo'ladi. Ular juda faol ishtirok etardi. Ustozim aytuvdi, eng zo'r qandolat konditorskiga ishga olib kirib qo'yaman, meni tanishi degan. Borsam anaqa vizani to'g'rilab ketsa, migratsiyaga borsam, bu sen O'zbekistondan kelding, bu vizang bilan faqat zavod, fabrikada ishla olasan. Bor qaytib kelsang, balki mana qilsang. Bu ketgandan keyin kelmayman deganda o'zim jahlim chiqib ketgan. Faqat zavod, fabrikada ishlaysanlar sizlar deganda. Voy. Keyin mayli dedim. Borsam ustoz shunaqa ekansan. Ularda yaqinda konkurs bo'ladi. Men o'sha qarib qoldim. Yordamlashib olsang, birga tayyorlanamiz anaqa. Konkursga tayyorlandik. Erta ham отборочный chempionat miraga konkurs bo'lar ekan. Koreya o'zini konkursini ham o'tkazadi. 2 yilda bir marta. Shiba 2009-yil 1,5 oycha tayyorlandim. Erta juda nozik anaqalar bor edi. Bir anaqasi o'zim ko'rish kerak. O'sha 4 tayyorladim. Ustoz bilan sheriychilikda Grand Prix oldim. Qatnashib gastarbayter anaqada. Shuning uchun Ertadan qaytib ketishingiz kerak bo'lgan odam. 2025-yilning yanvar-sentyabr oylari davomida O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 20 mingdan ortiq umumiy ovqatlanish shoxobchalari 1,2 trillion so'm soliq to'lashgan. Bozor ancha katta. Ularning umumiy tovar aylanmasi esa 14,7 trillion so'mni tashkil etadi. Eng qiziqarlisi, bu summaning anchagina qismini. Aniqroq aytadigan bo'lsak, 244 milliard so'mdan ortig'ini. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, 20% ga yaqinini atigi 20 ta soliq to'lovchi qoyillatib qo'yishgan. Biza hozir Lazzakani ancha vaqtdan beri yana oshxonaga kirishga majburladik. Nima qilyapmiz hozir gapirib qilinglar. Ha, bu nima narsa? Bu brioche non, shirin non hisoblanadi. Bu bizning French toast, fransuzskiy tost o'zi. Buni krem anglizga bo'ktiriladi. Angliyskiy krem qilinadi. Bo'ktirib, buni anaqada pechkada pishirib olinadi. Заготовка qo'yiladi. Mana bu anaqasi bor. Angliyskiy krem bilan anaqa. Angliyskiy krem bu jeltok, shakar, bilan anaqa qilingan, ozgina vanil surchok qo'shilgan. Karamelli shakar xrust beradi. Qirqillab. Men umuman boshqa struktura kutgandim nimagadir. Men o'ylagandim hozir qovurganingizda ustida xrustchashi ko'rishga paydo bo'ladi deb. Bor mana bitta. Yo'q, bu atrofida bor.
Lekin o'zi qovurilganda baribir qotmas ekan usti. Ha. Yumshoq. Yumshoqligi bilan bilmadim, og'zingizda qaynoq narsa bilan sovuq narsa urishayotganga o'xshaydi. Sovuq bilan suv bo'lganda juda yaxshi kontrast bo'ladi ko'pincha. Da. Bu Qani? Mana bu xrustyashi joyi kamroq. Koreyada birinchi marta qaynoq brauni yeb ko'rganman. Qaynoq braunining ustiga jelata qo'yib olib kelib bergan. 3 ta brauni eri mana qilgan. Birinchi marta yeb ko'rganda shunaqa mazza qilgan odam. O'shanda suv bilan sovuqni kombinatsiyasi yaxshi anaqiga olib kelishini bilgan edim. Zo'r. Men zo'r to'g'ri. Men medavik bilan kartoshka yeb yurgan odamman. Qachondan paydo bo'ldi sizlarda mana bu format bankadagi? Bu formatni biz почти сразу aniq qildik. Boshidan bor edi. Boshidan bor edi. Endi bu o'sha medavik, o'sha oldin ham medavik qilganmiz bankada. Bu dubayskiy, oxirigacha qilgim kelmasdi, modniy anaqaga. Lekin iloji yo'q. Menga marakuya. Mana shu formatda Bular jelata, ha? Bu ham jelata bular. Bu besahara. Besahar shakarsiz Bu anaqa qilingan. Eritritolda qilinadi. Bu нулевой kaloriya и glikemический indeksi ham 0. И vanilinda. Bu o'sha anaqasi bor odamlar yaxshi. Yo'da bizda desertlar mana bu yerda выпечка, pechene. То есть bizda konsept baribir uzoqqa ketib qolmaslikka harakat qilaman. Misol uchun kruassan fistashkoviy mindarli, buni isitib biz jelata bilan beramiz. Sinabon ham bemalol ayta olaman, ko'plardan so'rab anaqa shaharda eng zo'ri buni qilamiz deb anaqa qilaman. Buni ham isitib jelata bilan beriladi. Nima eng xavfli risk bor bu biznesda? Nimadan cho'chib turadigan? Misol uchun men birinchi tushunayotganim xuddi shunaqaki, bu yoqda elektr bilan muammo bo'lishi mumkin. Elektr bilan muammoda eng xavflisi bir. Undan keyin xavflisi elektr o'chirib yoqqanda, katta напряжение kelganda o'zi Italiyadan bitta olib kelingan оборудование motori ketib qolsa, men bilmayman qanaqa. Mana hali oxirigacha uni o'ylamadim. Uni o'ylab ko'rganim yo'q mana. Shanga misol bu juda чувствительный texnika. Bu yil bir 4 marta o'chdi, svet keldi bir kun. Prям kun bo'yi bashli bo'lmadi. Bir aniq qildimda generator oldim. Tortadimi generator bilan? Generator ikkita vitrina anaqalarga mo'ljallangan minimumga olib 10 kilovatlikni oldim. O'sha ikkita vitrinani холодильник bir anaqani aynib qolmasligi uchun. Chunki anaqa qilganda 1 soatdan keyin mana anaqa buzilishni boshlaydi, erish. O'shaning uchun generator oldim-u, o'shandan keyin svet ham ketmay qo'ydi. Uyga borib qo'ydim. Nima generatoringiz bor? Buzilib qolgani ham bo'ldimi? Men tovar yo'q, buzilgani bo'lmadi. O'sha svet ketib qolganda bir predelgacha sotdi, lampochka anaqa qilib, o'sha erib anaqa qilishni boshlaganda sexga olib borib qo'yishni boshladi. Sexga olib borib qo'ydim, o'sha yerda saqladi ertasi kungacha. Tushunarli. Bizda qilingan xatolar mana proyektlar bor. Baskin Robbins kirib keldi. Baskin Robbins ko'rdim, Cold Stone degan Amerikadan anaqa keldi. Baskin Robbins eng katta nima ketganini bilmagan, qila olmaganini, yasha olmaganini bilmayman. O'zini sabablaridan menga anaqa qilgani ularda ko'p marojnisiga qarasangiz, Qozog'istonda borganimda ko'rdim Baskin Robbinsda. Ko'p turadi vitrinada, kam odam olganiga u qimmatga olgan u. Franshiza. Bitta tubini 5 kilosiga bir $100 to'laganmi, bilmayman qancha to'lagan. O'shani sotishga harakat qilardi. Men misol uchun 4 kun sota olmasam, olaman deb bo'lib util kimgadir berib qo'raman, yo'q olib tashlayman. Vitrinada bo'lmaydi. Ha, menga bu anaqasi kamroq tushgan. Men bemalol anaqa uraman. Chunki men sifatini ushlab turishim kerak. Baskin Robbins stili oxirigacha sotishga harakat qilgan. Sizlarni muzqaymoqdan ozgina chalg'itaman, chunki sizlar uchun yaxshi tavsiyam bor. Bu bizning do'stlarimiz Salom TV haqida. Siz Salom TVni ularning seriallari orqali yaxshi bilishingiz mumkin. Bu qaysi seriallar desangiz, men yana bir bor eslatib o'tishga tayyorman. Bu Maktab, Toshkent 94, Farah Tashkenskiy,
Hello Oyijon, xullas juda ham ko'p seriallar va bu jamoadan yangi serialni sizlarga tavsiya etish niyatidaman. 97-modda. Bu real voqealarga asoslangan Manyak haqidagi yangi serial. Bobur Yo'ldoshev bosh rolda. Men ishonch bilan aytishim mumkinki, bu Salom TV shu kungacha sizga taqdim etgan barcha seriallar kabi alohida mehr bilan tayyorlangan juda ham sifatli serial va bu serialni siz bayram kunlari maroqli o'tishi uchun tomosha qilishingiz mumkin. Haqiqatan bu komediya emas, bu Salom TV uchun ham eksperimental janr, lekin bundan sifat pasaydi deya olmaymiz. Xullas, tavsiya qilaman, tomosha qiling. Siz maza qilasiz, do'stlarimga yoqimli. Koreyadan qaytdingiz, birinchi boshlagan ishingiz emas. Qanaqa joylarda ishladingiz? Balki men bilishim bo'yicha siz to'g'ridan-to'g'ri o'zingiz biznesingiz bilan boshlamadingiz. Oldin ishga kirdingiz baribir. Ha. Birinchi kelishim bilan o'sha La Shakar yonida bekeri bo'lardi. Shunaqa joy bo'lardi hozir. Menga tekizmayaptilar. Eng современный, eng o'sha paytda ilg'or joylardan bittasi edi. O'sha yerda makaron qilishni boshlaganman. Endi o'sha paytga 2009 qaytgan bo'lsam, 2009-chi makaron bu bizda hali ham yo'q edi. Yo'q, 2009-yil yo'q edi. 2009-yil kafelada 3 в 1 berardi hali. Qahva beradigan joy o'sha La Shakarda, Karavanda, men biladigan, qanaqadir meni kirgizmaydigan restoranlarda. Kofe desiz, Nescafe'mi yo 3 в 1 mi deyishardi. 3-4 oy ishlaganman, keyin Karavanga chaqirishgan. Karavan u paytda eng topda, eng ilg'or o'sha yerda amerikani ichishni boshlaganman. Koreyada o'rganib qolganmiz deb o'zichalik endi. Karavan darajasi u paytda qanaqa bo'lganini tushuntirishni aytadigan bo'lsam, meni karavanda ofitsiant bo'lib ishlaydigan ikkita og'aynim bo'lardi. Ular bizning oramizda eng boylar edi. Ular necha pul oylik olasansa oyligini bilmayman. Как раз anaqa ketgan ekan, shef konditer ketgan edi. Karameldan shu payt o'rganganman. Endi oddiy shakar karamel qilib, o'shanda atirgul yasab berganman. Qanaqa qilib berasansa, ko'rsam, bo'ldi, olinding deydi. O'shandan keyin erta qilganmiz, erta cheesecake'lar, tiramisu, o'sha makaron, ekler, endi hali shaharda birinchilardan deb o'ylayman. 1,5 yilda o'sha menyuni qo'ydim. Meni qo'ygandan keyin o'sha bir etap, menda har doim hayotda bitta etap bo'lib qoladiki, stagnatsiya boshlandi. O'shani sezib qoldim. Amerikaga imkon bo'lib qoldi. Amerikaga ketaman deb bitta setda Amerikaga qilib beraman. Karavandan bo'shadim, bir amallab bo'shab, Toshkent City makonda u paytda anaqa bo'lardi. O'sha yerda gelateriya bor. Gollywood Desert Bar degan joy bor. Hozircha mana shu yerda ishlab turgan ishda. O'sha yerga bordim, o'sha yerda yurg'izishni boshladim. Demak, 2013-yil birinchi bo'lib gelato bilan bog'liq o'sha faoliyat boshlangan. Haqiqatda o'sha payt gelato qilganman, o'sha payt belgiyskiy vafli qilganman. Vafli ham qilganman, anaqa ham qilganman. City makon ham ish boshlagandan keyin zo'r ketgan. Gollywood Desert Bar sezonda ochirtilar turardi. Bitta sezon ishlaganmiz, shu bilan ma'lum bir vaziyatli savolga ko'ra yopilgan. O'sha payt shogirdim Sanjar, hozir o'zi ham usta. Lazdaki anaqada lичный brend degan narsa chiqib tushuncha boshlangan. Qayerdan boshlangan? Shaharda kofe anaqasini, kulturani kafe bo'lardi, Pasha. Birinchilardan o'shanda ko'rganman. Pasha, молодец. Личный brend o'shanda qanaqa ishlashini ko'rganman. 2014-yil, 13-yil biz Karavanda Pasha kafeni anaqada ochgan. Vostochkani orqasida ko'rimsiz, umuman uglovoy joyda o'zining lичный anaqasi bilan reklama qilib Facebookda shunaqa qilganki, odam to'la bo'lardi. Odam ko'p bo'lardi. Kofe, cheesecake birinchi marta. O'shanda o'sha Sanjar aytgan edi, Facebookda sizga ham akkaunt ochishdi degan. Akkaunt ochganman, erta ham nimadir qanday rasmlarni qo'yishni boshlaganman. Karavandan keyin Timur Damirich menyu qilganimdan keyin menyuga mana rasmim birinchi anaqada mana shu lazgulam falon mana shu menyuni qilgan degan birinchi anaqalardan bo'lgan. O'sha yerdan ko'plar tanirdi. Endi karavanda kelib yurganlar, san lazsan-u, san karavanda anaqa o'shandan tanishib boshlagan. Gollywood Desert Bar Facebookdan qilganman. Qarindoshim Ikorin degan birinchi
zernovoy Yevropa zakvaskada qilinadigan nonlarni qilishni boshlagan. O'shanga chaqirgan, konditorskiyni qo'yish kerak. Ular hammasi hozir yollanma ish bo'yicha ketyapti. yollanma hammasi. Birortasida biznesda yo'qsiz. Yo'q. No, u paytga birinchi anaqalardan bo'lganmiz. Billa. Kel qilaylik. Da. Как sherik pulsiz. Mamnunsan, mamnunsan qilib bergan. Konditorga vypichkasini qarab berganman. Lekin biznesda ulushingiz yo'q. Yo'q, ulushim yo'q. Menga o'sha payt bir marketing bilan shug'ullanamiz degan ikkita bola kelgan edi. Bittasi Sulxiy edi, Sulxiy Hasanov. O'sha yurardi, bir kelib turardi. Men kichkina eklar zo'r anaqa qilardi, desertlar. O'shanda aytganlarga bitta proyekt qilaylik. Ular o'sha payt bahorda The Burger degan proyekt ochishgan. Hot Doggy Dog degan The Burger degan bahorda birinchi anaqalardan ochishgan. Hozirgi The Burgerga aloqasi yo'q. Havoqand ochgan. Yo'q, bu boshqa. O'shanda tanishganmiz, o'sha billa qilaylik degan, mayli farqi yo'q deganman, lekin menda uncha pul yo'q. Fikr qilganmiz, nima qilamiz? Pirog qilaylik. Xo'p, pirogovga hozir pirog yesa odam quruqlik qiladi. Keyin yoniga bulyon bilan bitta salat beramiz. Bo'ldi. Otini nima qilamiz? Pie Republic. Pie Republic deganmiz. Bo'ldi, zo'r bo'ladi. Bitta brend bolaga berganmiz, o'sha yulduzlar bilan anaqa qilib, chiroyli qilib bergan anaqalarni zo'r. U bola pul tikkan, yana bitta partnyor topganmiz, yosh katta, u odam pul tikkan. Men оборудование bilan kirdim, chunki City makonida qolgan оборудование bor edi. Bunda sheriksiz Bitta sherik, уже sherik. 3dan 1 sherik bo'lib, chunki men оборудование bilan kirdim. Bittasidan qarzga olib turib, shu odam o'zi ham sherik bo'lib kirdilar. Biznesda deb o'ylayman, bu главный anaqalardan bittasi mahsulot bo'lish kerak va sotuvchi bo'lish kerak. Shu marketing anaqalariga hammasiga qaraydigan. Mana shu ikkita sostavляющийdan bo'lsa, proyekt yaxshi bo'lib ketadi. Sulxiy sizda sotuv tomonda. Sotuv tomonga, men produktga. O'shanda bir sheriklar bilan o'tirdik. Xullas, nima desam, qisqa qilib aytganda, qadriyatlar sal boshqacharoq. Bo'lib chiqdi, sherikchilik tushunchasi demak sal bizda boshqacha ekan. Sulxiy bilan, sherigim bilan o'zim qolganiga o'zim harakat qilib, o'zim alohida. Chunki agar rasman ulushingiz bormidi u yoqda? Rasman ulushim bor edi, 3dan 1. 3dan 1. 33% sizda bor. 33% bor. Sotib chiqdingizmikan? Uni sheriklar bilan yig'ilganda aytdim. Xolaylar, sizlar o'sha qoidasi bo'yicha xolaylar sotib olinglar. Xolaylar yoki yo'q demasanglar, men boshqasiga sotaman deganda, katta sherik o'zi, yo'q, men sotib olaman dedilar. O'sha 1-2 yil ichida pul qilib berishdi. Shu yilda yurganimda, kekras 5 ta filial bor payti. 4 ta filial bor. 4 ta filiali bor. O'zini auditoriyasi bor, Pie Republic. Nech pul turadi uni 3dan 1 ulushi? 3dan 1 ulushi aytish mumkinmi yo'qmi bilmadim. Men o'sha payt 165 mingga baholadim. O'zingiz baholagansiz? Anaqadan rinokdan kelib chiqqan holda o'zini qoidasi bor edi deyishdi. Menga bir odam hisoblab shuncha pulga sotib olaman. Xohlasang dedim. Men bu pulni sheriklarga aytdim. 165 mingga bir odam xaridor bor. Xohlasanglar anaqa qilinglar. Yoki men boshqasiga sotaman. O'shanga shartnoma bo'yicha birinchi sheriklarga taklif qilishingiz kerak baribir. O'shanda katta sherik o'zi anaqa qoldilar, baraka topsinlar. Bu orada sizda yana bitta loyiha bo'lgan, bu Pasternak. Pasternakda biza ko'proq katta sherik o'zi ko'p pul tikkan edilar. Ularniki edi ko'proq. Unda siz sherik emas. Yo'q, biza va konditor tarafdan Aleksey Kovalyov degan sherik o'zi u kuxnyani qo'yib bergan edi. Sulxiy operativki o'sha marketing xuddi o'sha jamoa bu ham. Xuddi o'sha jamoa, faqat Aleksey Kovalyov qo'shilgan edi. Degamini birinchi shefi. Kimdir quvvati soq. Va bu apparatni oldi, bu Victoria Arduino italyanskiy specialty kafenerada ishlatiladi. Bu ham juda qimmat, yaxshisidan oldim. Yonida kofe anaqasi, bu yerda grammajgacha ko'rsatadi. Demak, gruppani bu yoqqa qo'yganingizda o'sha anaqasi bor, grammaj bor. 18 dozasi anaqasi bor, dozirovkasi qo'yilgan. Hozir o'zida pomol bo'ladi. Oldinlari apparatlar bo'lardi, pomol qilib qo'yib, bunkerda turardi, u hidi anaqasi ketadi. Ketdi, gram sekund ketdi vaqti bilan. Men toros, mana anaqasi toros. U hisobli o'lchaydi o'zi. Gramni o'lchaydi o'zi. Bo'ldi. 25, 36 gram.
1 sekundda. 7 gramm bo'ldi mana. 1 gramm mehmonlarga. Bu mana shu Bu espresso. bo'ldi. Endi bunga dalishi qaynoq suv. Bu endi amerikan. Bu mana местный обжарщик. Bizda specialty coffee roaster degan mana bunaqa paketda berishadi. Bizda 4 ta kompaniya bor, o'zi qovurib местный rynokda anaqa qiladi. Kilosi 200 ming, 250 ming, 300 ming. O'zi anaqasiga tanlaganingizga qarab. Bu hozir ko'rgansiz to'q bo'ladi. Bu светлый прожарка, specialty Braziliya, Kolumbiya 50-50 qo'shiladi. Kofeda endi o'zim kichkina bilimim bor, endi barana qilganman. Birinchi основной o'sha ko'plar specialty yoki anaqa industrialniga bo'ladi. Keyin Arabica Robusta. Robusta endi oldingi taxir kofe o'zi, Arabica kisliroq. Keyin adashmasam yana qanaqadir 3-chi anaqasi bor, juda Liberty'mi bor. U ham juda redki. Ko'plar hozir Arabicaga o'tib ketdi, specialty nimadir. Faqat mana shunaqa apparatda haqiqatda chiqarib bersa bo'ladi mazasini. Sal anaqalar o'zgarsa juda nozik narsa. Demak, siz hozir agar aytsangiz, sizni retseptingiz bo'yicha ham kofe qovurib berishlari mumkin. Da. Siz aytgan zernolardan, siz aytgan prosentajda aralashtirib, siz uchun qilib berishadi. Bizga berganda kofe baristalar regirovka qiladi. Даже mana bu turgan 94 gradusgacha qizdirib beradi. Ikkita независимый anaqasi bor. Bunisi 93.8, 94.6. Buni agar to'qroq qilsa, допустим, hozir 96 qilsa buni 94.6 emas, taxirroq bo'lishi boshlaydi. Ko'proq kuyadi. Kamroq bo'lsa, aniq qilib beradi. Uni o'zini pamolni ob-havoga qarab regirovka qilish kerak. Pamol ob-havo namroq bo'lsa, namli ta'sir qiladi. Chiqib ketib qoladi. Misol aytaman, обычный misol просто men misol uchun unaqa katta farqiga bormayman. Buni specialty anaqaligi ko'proq juda senitillari keladi. Bunday ichib ko'rganda, voy bizilib shuncha. Ular chunki 100 ta odamdan 2 ta shunaqa odam kelar. Endi o'ziga yarasha fetishda bu. Bu o'sha sizni o'zingizni xarakteringiz, o'zingizni lekin baribir bilinadi. Men agar hozir anaqa qilib ketsa, sal ko'proq anaqa qilib ketib qolsa bilinadi. O'zingiz siz ham bilasiz. Har kuni ichib yurgan ko'fingizni o'rganib qolasiz. O'sha bitta narsa uchun taxirroq qolibdimi o'gan deysiz. Sababini bilmasligingiz mumkin, nima bo'lganini ham bilmasligingiz mumkin, lekin sezasiz, bu boshqa narsa. Boshqa, ha. qancha soq kimdir quvvati soq Bugun o'zingizni joyingiz. O'zingizni joyingiz ochildi degani bu siz eng zo'r konditor bo'lishingiz 30% masalani hal qilar. Chunki bu yoqda qolgan hammasi qo'shiladi. Qanchalik tayyor edingiz bu narsaga? Va necha pulga tushdi o'zi? Birinchi investitsiya qancha bo'lgan bunga? Ochilguncha как раз таки erta cash out bo'lganda chiqqan 150 mingdan ketgan. O'sha qurib olib, ochib, ishga tushirib olishimga Italiyaga borib оборудование tanlab kelganman. Boshqa anaqalarni tanlab kelganman. Ochib olishimga 150 ming ketgan. Bir ikkita minuslar qolib ketuvdi. Bu degani ko'chada oxirgacha obodonlashtirmaganim, anaqalarim. Endi ochirish kerak edi. Boshqalar ham aytdi, ochib olgin, qolganini qilib olasan. Yo'qsa yuraverasan deganda, mana men ochib oldim. Sal qiyinroq bo'ldi, chunki bitta o'zi qilish juda og'ir. Bitta o'zim deyolmayman, noto'g'ri bo'ladi. Ayolim bilan birga Gulshoda. Gulshoda ham ayolim 10 yillardan beri anaqadan qiladi. Bir sherikchilik bo'lardi. O'zi hozir Orocakes qilib qo'shni yonma-yon sizlar hozir. Yonma-yon. Bitta joy oldi. Nima biznes u yoqda? Ularniki to'y, marosim, tug'ilgan kun anaqalarga qiladigan tortlar. Konditorskiy uzoqqa ketmagan bir-biridan. Anaqa o'sha pay ochilganda boshida ayolim o'zi modelyer dizayner Gulshoda. Gulami u paytda o'sha podiumlarda chiqib anaqa qilgan, qatnashgan o'sha payt fashion style art week anaqalar bo'lgan style uzlarda qatnashgan. Pay Republic ochganimizda boshida baribir sherigim men ham ikkita odam bilan qo'shib baribir o'zini kuchi bilan anaqa qilinadi, harakat boshi har doim o'zing polartasan, o'zing anaqa qilasan, o'zing hammasini o'zing qilib, ayolim yonimda birga qarashib keldi. 1 yilcha birga ishladi. O'sha ko'tarib sal Pay Republic oyoqqa sal turganda, o'sha anaqa qildilar. Bitta joyda ishlash juda og'irligini anaqa qildi.
baribir sal har xil anaqa bo'ladi. O'shanda tanishlarim bor edi. Aleksandra bilan Eduard. Ular shaharda eng zo'r o'sha tortlar anaqa qiladigan edi. Ular bir aytib qoldi, biz ketamiz, Rossiyaga ko'chamiz dedi. Anaqa u bo'ldi, gapdan gap chiqib, "Keling bu ayolim anaqa ko'ringlar, ko'rib oqinglar, qanaqa ekan. Sizlarga qiziqadi, anaqasi bor" deganda ishga olishdi. 2 oy yurgandan keyin zo'r ekan dedi. Kegras buni sherik qilib, bunga tashlab chiqib ketsa bo'lar ekan dedi. O'shanda kegras kelishib oldi. 5 yil anaqasini kelishdi, summasini kelishdi, necha pulga baholaydi, sherikchiligini baribir anaqa yo'qotmaydi. Ayolim shu 5 yil ichida sekin anaqa qilib lider o'sha komanda, o'sha biznesni boshida o'rgandi, keyin sekin o'ziga olib, hozir qo'rqmasdan bemalol ayta olaman, O'rta Osiyoda eng zo'r mana shu tort konditer anaqa qiladigan mana shu to'ylarga eng qaysi ko'rsangiz, misol publiklarda chiqib ketadigan tortlar bu anaqaga. Eng anaqalardan bittasi misol Munisa Rizayevadan Kapaleli anaqa tort yoki boshqa yaqinlarda kim palonchaka nimadir tort qilib desa, katta tort. Men so'ramasam bo'lmaydi. Kimga qilganingizni so'ramayman, qanaqa bo'lganini so'ramayman, lekin ayolingizda bo'lgan bo'lishi mumkin, sizda bo'lgan bo'lishi mumkin. Qilingan eng qimmat tort necha pulga qilingan bizni? Eng qimmati Mashina qilamizmi deb olingan proyekt. Nalogidan keladi. Biz bilmaymiz-ku qachon kimga qilingan. Ya anaqasi qilingan, hazillashyapman, hammasi. Soliq bekitadigan zamon emas. Zamon emas, u boshqa условия bilan qilingan, baholanishi 15 mingga yaqin bo'lgan. Unaqa unaqa emas, anaqalarda, lekin bir ikkita to'ylarga Rossiyadan undan oldin, Gulshoda ayolim bilan oldin Rossiyadan kelardi. Renat Agzamov kimlardir kelardi. Ular 100 mingga yaqin. Ha, boshqa summalar yo'q. 100 mingga yaqin baholanardi, umuman boshqa. Endi bari insof kerak. Ham ularni расходный части ham ko'p, samolyotda kelardi. Oxirgi marta Renat Agzamov kelgan edi, komandasi, yubiley, bitta katta odam yubileydi. 2 kun oldin kelgan, komanda hammasi aniq qo'yibdi. Kirib ko'roqsam maylimi degan, yo'q deshgan, yopib qo'yib. Keyin bir baribir kirganman, endi bizani joyiga kelib aniq qilishgan. Kirganman, qarayapman, sizlar nima yordamchisimizlar? Yo'q, biz to'rtxonmiz dedi. O'zbek tilida gapiryapsan? Ha. Sirdaryolik bo'ladi. Shuning uchun kirish mumkin emasdi. Sirdaryo. Qayerdansan? Men Sirdaryodanman. 4 ta komandadagi bola. Balki O'zbekistonlik bola. Men o'zimiz qora ko'zlar. qancha soq kimdir quvvati soq Qanchalik oson o'zi restoranning ishi, chunki общепит eng problemli joy, eng muammoli, uni boshqarish qiyin degan gaplar ko'p eshitganman. Hozirgacha ham eshitaman. Hozirgi общепит Va buni hozir ham sizga mif deb atashga tilim bormayapti. Yo'q, mif emas. Общепит bilan bog'langan odam 24 ga yetdi. 365 mi, 4 kunmi? Yilga qarab ishda bo'ladi. Ishdan ketsa ham, men misol ertalab kelaman, iloji boricha bolalar ochilayotganda qarab, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, qarab turaman sizga. Kun bo'yi nima kerak, qanaqa kerak, bu 2 yilgacha taxminan shunaqa. Republicga Aka Cityda ochganimizda non qo'yganmiz. Men o'zim non o'shaning uchun non, shikolat anaqa bo'yicha o'zim spetsialistim. Hamma narsani o'rganishga harakat qilganman. Nonni ham o'zim qilardim. Ertalab soat 4:30 da uydan chiqib ketardim. 5 da Aka Cityda bo'lardim. Non pishirib, nonni olib, pishirib, anaqa qilib soat 8 da kassir kelardi. Nonni tayyor qilib berardim. Anaqani bu ana vypishkalarni hammasini tayyor qilib chiqib ketardim. Qo'yni xotirjam. Bu ahvol bir 4 oy bo'ldi. Har kuni stabilni ertalab kelaman, ish yoqadi. O'zimga yoqqani uchun shug'ullanardim. Endi keyin boshqa odamga berganingizdan keyin ertalab 8 da kelasiz. Voy, uxlab qolma. Xos chiqadi. Yarim soatdan. O'sha sal anaqasi borki, человеческий faktor juda katta. Haqiqatdan juda ham ko'p. Bitta zanjirdagi bitta odamni ishi chiqib qolgani butun zanjirga ta'sir qilishi mumkin. Yoki munosabati o'zgarganini o'zi ham.
qanchalik xodimlarni ishdan bo'shatishga qanaqa qaraysiz? Qanchalik siz chidash darajangiz yetib kelishi kerak kimdir ishdan bo'shatishingiz? Chidash darajasi Misol uchun nimadir narsalar bormi? Mana shu narsani bir marta ko'rsangiz ham, o'sha hozir bo'shatishim kerak bu odamni deydigan. yo'q, bu eng avvaliga anaqa bu o'g'rilik. Ishiga anaqa qaramas. Anaqa O'zi tomonidan munosabat. munosabatda, so'q munosabatda bir qaraysan, anaqa qilaysan, ertaga o'sha anaqa qilsa o'sha Ko'zi yonmayaptimi? Видимо, odam просто boshqa narsa bilan shug'ullanishi kerak, bu anaqada emas. В принципе, shu. Boya aytganingizdek, uxlab qolish yoki Yo'q, u ham anaqa. u ham U ham bizlar o'sha u tarafdan anaqa qilishi juda bu ham katta. Ikkinchi o'rnidan ikkinchisi deb o'ylayman. ishchilarni qanaqa yollaysiz siz? E'lon bo'yichami yoki sarafonli radio kimdandir so'rab, yana kimdir bor? Xo'sh. Agar muhim spetsialist bo'lsa, через tanish. Misol bitta odam olasiz, ko'rasiz, ishladi. Keyin u odam boshqa odam rekomendatsiya beradi, anaqa qilsa, shu orqali anaqa ko'rasiz. Bu ko'proq shu. Misol povur kerak bo'lsa, uni bor o'rtoqlar ko'p, bolalar kim yaxshi? E'lon bo'yicha olmaysiz bu. E'lon bo'yicha yordamchi olish mumkin. No, ключевой emas. Misol taksi bu yoqqa kimni misol bu yoqqa olganimizda mana birinchi davr menejer davr oldi. U sinisi anaqalari, to есть bitta odam shu ishonasizmi? U rekomendatsiya qilgan odamga mana misol uchun men buni olaylik, men yaxshi deganga ishonaverib anaqa qilasiz. Qarindoshlar bilan biznes qilishga qanaqa qaraysiz? Amakingiz o'g'li misol uchun, ammangiz o'g'li keldi, qarang, zo'r ketyapti, birga qilaylik, men ham pul tikaman yoki yoningizda yuring, men ham sherikchilikda. Qilmaslikka harakat qilaman, qilmaganman deya olmaymanmi? Yo'q, ishga endi olganman, hunar o'rgan, anaqa qildim, lekin billa qanaqa sherikchilik anaqa yo'q, hayotda qilmasam kerak deb o'ylayman. Juda qiyin. Hozir bu yoqda qarindoshlaringizdan kimdir ishlaydimi bu biznesingizda? Yo'q, qarindoshlarim. Qarindoshlaringiz yo'q. Bir oldin ishlagan, endi u juda ответственный bo'lgani uchun o'zi bilan gaplashganman, agar anaqa qilib, qara tushuntirib boshiga anaqa qilsam, yo'q bo'ldi deb bo'yniga olib ishlagan, haqiqatda zo'r ishlagan. Bo'lgan 2-3 kun kelib turib, u uyda anaqa bor, qorong'u bo'ladi, chunki men hayotda anaqasini topolmaydigan odamlar bo'ladi. Men shu qilaymi, ishlaysanmi desa, nimaga qiziqasan desa, bilmadim, men anaqa qilib ko'rganim. Men motivatorlardan keyin menimcha yo'q, anaqa bor. Teskari effekt bo'ldimi? Ha, teskari. Bitta gap bor-da, u nas nima, rus tilida aytadi. У нас полно высокомотивированных, необразованных людей bor. Da. O'shanga o'xshab, oldin baribir anaqa olish kerak. Keyin ishni boshlash kerak, o'rganish kerak. Keyin mana menga hozir где-то qayerdadir motivatsiya yetmasa, borib turishi mumkin. Davay ana rockini ko'ryapti, lapdan turib anaqa qilib sportda, u ana muzika yoki anaqalarni qilsa bo'ladi. Lekin nima hech narsa qilishni bilmaydigan odam, davay borib anaqa desa, qayerga borasan? Bo'p chiqib yugurding, manzil yo'q-ku. Bundoq boradi-da. Nima ish qilamiz endi? Manzil bo'lmasa qayerga qarab yuguring endi. Boshlaydi. Yarim yil tashab ketadi. Shunda qancha soq, kimdir quvvati soq. Qaysidir davlatga yo boshqa muhitda, bir muhitda ikkinchi muhitga alishtirganingizda baribir fikrlash, yangi joy ko'rgan anaqa odamning inson anaqasiga ta'sir qiladi. Mana bizda qanaqa? Bizda mentalitet bir tarafdan birinchidan menejer, direktor kimlardir ofisda o'tiradi, sizga bilan sizni boshqaradi, siz anaqa qiladi. Koreyada, zavod, fabrikada siz bilan baravar ishlaydi. Baravar ko'rsatib beradi, qiladi, yoningizda turib ishlaydi baravar и bir parallelni ofis ishini ham olib boradi. И sizga pul to'lagandan keyin sizdan talab qiladi. 5 soatmi? 5 soat 15 minut kofe breaking bormi qilding? Boshqa payt turishga ham haqqing yo'q, nimadir qilishga. Ishlaydi, bo'sh vaqt uza qoldim, betini apparatini art, betini qil. Bo'sh turib mana bizda sal o'sha paytda anaqa qilib qoldim, keyin bu yoqqa kelganimda sal 5 yil bo'lgandan keyin bu yoqqa kelganda qanchalik
jiddiy odamlarni vaqti ko'pligini ko'rib endi vaqtingiz ya turasiz mana shundoq mana ishingizni qildingiz anaqa qildingiz mana shu yerda so'rab oladi bu 8 soatga pul to'layapmanmi san mana shu yerda ish qilasan san mana anaqaga kelgansan bo'ldi hop qilasiz u qilasiz bo'shtirdingiz etingizni artdingiz 15 minut qolganda tugaydi hech qanaqa uborish desa yo'q anaqa degan odam yo'q. Hozir siz aytib berayotganingiz, balki men sizni internet saytingizdan shunaqa tushungandirman, qabul qilayotgandirman. Balki u yoqdagi xodimlarning ichida ham shu narsa o'tar. Bizda chiqayotgan videolar ko'rgan bo'lsangiz kerak. Olma bormi? Aslo yo'q. Sinishyor. Yaxshi Bu xuddi mana xodimlarim, men bu yoqda uslovni armiyaga solishtirsak, men bu yoqda komandirman. Mana qana hamma yig'ildimi? Ha, yorib boramizmi? Ha. Yo, bir tarafdan yaxshi, bu to'g'ri. O'shani aytaman, men qanaqa munosabatda bo'lishini bilmayapman. Bir tarafdan bu yaxshi tuyulyapti. Boshqa tomondan nimaga kerak buni video qilib bilmadim xullas. Bizankilarda sal tushuncha boshqacharoq, sal boshqa o'tib ketib qolmasa, anaqa zo'r narsa, zo'r anaqa deb o'ylayman. Ertalab turib sal bilib tushunib, odam misol kompaniya to'g'risida bizga aytib beradi. Tak biz ham bugun ketyapmiz, ertaga nima anaqa qilamiz, komanda sal tushunishchasi bo'ladi. Haqqa nima biz buncha ishlayapmiz, nima anaqa qilyapmiz, bir-ikki og'iz tushuntiradi bo'ldi. Endi sal razminka qoladi, endi ishlashni boshlasa bo'ladi. Davay deydi, bir-biriga o'zi dalda beradi. O'zi karislar o'zi shunaqa. Kettu deb anaqa qilib o'zini o'zi anaqa qilib ketadi. Jumon armiyasiday. Uradi. Jumon ko'rganlarni. Yo'lchilikni ko'rganmiz-da. Yo'lchilik Sovet paytida 90-yil anaqalardan baribir o'sha yerda tug'ilganmi yo'qmi, baribir anaqa o'zi bor hali. O'zida nimagadir erishgan o'zini isbotlash o'zi kerak. Nimagadir erishish o'zi kerak. Nimagadir o'shani isboti bu mashina. В том числе. Isboti. Mana qaralang. Mashinani ko'rdingmi? Qalay ukam. Voy qanaqa mashina. Ben boshqa davlatlarda ko'rmaganman, bir-birini mashinasida qiziqib yurgan. Men uchastkani ko'rdim, qanaqasini qurdim. Demak, men qanimagadir erishdim. Ko'ringlar deganda mashinani tirab qo'yib, mashinadan tushib kelish bu qanaqadir o'zini komplekslarni qaysidir yopishmi deb anaqa. Menimcha avlod almashganda yo'qolib ketadigan odatlardan birinchi navbatda turgani shu bo'lsa kerak. Shu bo'lsa, shu to'ylar, ko'ringlar. Endi to'ylarni bilmadim. To'ylar chunki avloddan avlodga o'tib kelayotgan narsa-ku. Qanchalik anaqa bo'lib ketganicha bir-biriga maqtanadi-yu. Yo'q, men bitta narsada to'y nimaga yo'qolmayotganini sabablarini men rosa o'ylaganman. Mashina odati nimaga yo'qolishi mumkin, yo'qolishi aniq. Chunki mashinani o'zingiz olib, o'zingiz maqtanasiz. Sizni to'yingiz bilan ota-onangiz maqtanadi. Shuning uchun to'yga chiqib ketishi qiyinroq. Lekin individual narsalar, mashina, uyim kattaroq bo'lsin, ular sekin chiqib ketadigan odatlar, lekin to'y hali qoladi. Uzr, afsuski, menimcha to'y hali qoladi. O'zingiz nima mashinadasiz? Anaqani orqasida Spark turibdi, ko'k. Aha. Ko'rinmayapti menga bu yoqda. Yo'q, ko'rinmayapti, orqasida ko'k Spark. Ko'k Spark. Nolli oq Spark edi. Oq Spark. Hovlida kvartirada turasiz? Hovlida. Bu boshidan to'g'ri o'sgan hovli. Men domda katta bo'lganmiz, Samarqand markazi, Zaharuvda bitta kvartira, keyin adam injenerlar Afrikada ishlab kelganlar vaqtida pul yig'ib yana bitta kvartira olishgan, ikkita kvartira o'zi bo'lardi, bitta etajda. Keyin yaqin-yaqinda men havolarni qilishni boshlaganda menga ham yoqmadi anaqa qilib, uch qahramonning orqasidan uchastka topdim. Ikkita domni sotib, o'sha yerdan uchastka qildim. Bu oilaviy hovli. Oilaviy hovli chiqib ketdi. Imkonsiz bo'lib qoldi. Cordon Bleu frantsuzskiy shkolaga ketish. Jahongir akaga rahmat. Jahongir aka Artxo'jayev. Artxo'jayev shu payt hokim bo'lgan shaharni. Hokim bo'lganlarda bir proyekt bo'lgan ekan. O'zbekiston oshxonasini anaqani rivojlantirish anaqasida tayyor qilib qo'yilgan ekan. Qaysi shu 50-60 ta desant jo'natib, o'rgatib olib kelish. Jo'natilgan. Birinchi naborda birinchi meni chaqirishganim Bahriddin, men Sanjar juri dedi. Tek juri отбор qildi. Tanlab jo'natishingiz kerak. Bizani chaqirishgani выбор прозрачный anaqani
Shaffoflikni ta'minlash. shaffoflikni ta'minlash uchun bizani chaqirishdi. Mana qaranglar, o'zimni 70 ta brachkamni jo'natmayapman. Tanlab jo'natyapman. Tanlab jo'natyapman. O'shaning uchun aniq qilib turinglar. Birinchi shartlari 5 yil sohada ishlagan bo'lishi kerak edi. O'shani biz aniq qilib olishimiz kerak. Ingliz tili Bahodir aka bor edilar. Ular ham kuratorlik qilgan edilar. Biz o'shani yig'gan ingliz tilidan imtihon qilgan edilar. Uchinchi sharti bu qaytib kelib bet ishlash kerak edi. 5 yilmi, 3 yil Toshkentda. Bitta qaysi ma'noda? O'zbekiston, Toshkent. Toshkent edi. Istalgan hokimiyatdan anaqasi. Istalgan biznesda, Yo'q, o'sha kasb bo'yicha. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, xohlagan konditorskida ishlasa bo'ladi. Shart emas, mani bizneslarimda ishlaysan yoki davlat biznesida ishlaysan degan. Hudud shaharda bo'lsa bo'ladi. Chunki hokimiyat puli edi, shaharda odam yo'q. Oshpazlar ko'p, ingliz tilini bilmaydi yoki anaqa. Uni qildi, bo'ldi, Bahriddin o'zini publiklarda yozdi, men anaqa qildi, chaqirdi, bo'lmadi. Oxiri birinchi ingliz tilini mayli bilmasanglar ham o'rgatib olamiz bo'ldi. Keyin yosh senzorni ko'tarilganda qarasam 45 kiloga chiqib qolibdi. Keyin men o'zim ham borsam bo'ladimi? Sen borasan bo'ldi. Juri qayzdirmen. Aka, men 45 bo'lib qolibdi, mana borsam bo'ladi. Mana borsam bo'ldi, как старший anaqa bo'lib ketasan-da, shu bilan men ham qo'shilib baraka topishsin, ish qilib bordi. Eliboshi bo'lib borib keldi. Eliboshi bo'lib borib keldi. Bu ham deb o'ylayman, juda yarim bolalar, povurlar, konditorlar ishlab turgan. Bordi, juda ko'p narsa olishdi. Bir xil endi sal o'qish zerikarli bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki u baribir kordon blyuni bazaviy anaqa, o'rta anaqasi, u ko'proq shkola, akademiya anaqaga mo'ljallangan, umuman bilmaydigan odamlarga. Lekin baribir o'sha nasmotrnis bo'ldi. Biz borganda men uchun baribir opitim bor. Men konditor bo'lib turib, povurlikka o'rgandim. O'sha menga qiziq edi. O'sha skillni ko'tarib olish, yoki restorator. Menga har bir javhani o'zim yaxshi bilishim kerak edi. Misol, kofeni o'zim ham dam olayman, anaqa qila olaman. Pomolni regulovka qila olmasam, har holda espresso, amerikano, cappuccino qila olaman. Konditorskini bilaman, oshpazlikni bilaman. U juda kerakli. Yana bitta katta foyda bo'lganiki, o'sha paytda ular shkolada katta ujinlar bo'lardi. Gala ujin, misol o'sha payt biz borganimizda shampanskiy bor edi. Qanaqadir shampan anaqasi ular sponsorskiy qiladi. Gala ujinlar o'tkazadi, chempionatlar o'tkazadi. Misol San Pellegrinoni yangi shefi bor. Erta opera Garni degan anaqa bor. Parijda eng katta opera zdaniyasi bor. Eski nechinchi 10-nechinchi asr. O'sha opera Garnida ujin bo'lgan. O'sha yerda 3 ta Michelin povuri bilan birga biza o'sha akademiyada o'sha anaqani o'qiyotgan o'quvchilari yonma-yon turib, misol ular prarabotka qilgan o'sha yerda первый, bittasi ikkinchi ujin, uchinchi kursni o'zi prarabotka qilgan balu palon sousda. Ikkinchisi misol uchun ovishlar, qanaqadir vegetarianskiy, qanaqadir anaqa sousi. Qator bo'lib turib, stolni qo'yib, xuddi to'yxonaga o'xshab. Lekin povurlar o'shani yonma-yon ishladi, ko'rdi, ular bilan birga. Mana shu juda katta opit bo'ldi bizga. Nimagaki, mana shu 50 ta 60 ta boladan, misol 30 tasi, 40 tasi haqiqatda ishlagan povur konditorlar zo'r anaqalar, oldi anaqalari bo'lgan bo'lsa, biz uchun Michelin bu qanaqadir osmon nimadir, Michelin povurlar, Michelin konditorlar desa, aytishadiki, qayerdadir ular bor. Qayerda bor. U yoqda yonma-yon turib ishladi. O'sha qaysidir stereotipni aniq qildi, stop anaqalarni olib tashladi, juda yaxshi opit bo'ldi deb o'ylayman. Bu yoqqa kelgandan keyin hokimiyatda kutib olishdi. Kutib olganda Jahongir aka chaqirib hammani tabriklab, endi biza nimadaki mana shu uchun juda katta minnatdorchilik bor menda. O'sha payt 2-3 ta anaqa bo'lgan ediki, momentlari ishlab berishinglar kerak degan Jahongir aka kim ishlaydi dedilar bular. Bitta yaxshi taraf aytganlar, xolos o'sha yerda qovursin, xolagan joyda ishlasin. Baribir kelib mana shu 100 ta odamdan 5-6 tasi kelib ishlaydimi? O'sha yutuq o'zi foydalansa anaqa qilgan. Kelganimizdan keyin kimlardan to'g'ri taklif ham olib keltirib ishlatgandan ko'ra o'zi kelganini ishlatgan ancha yaxshiroq. To'g'ri. Erta 3-4 yil ishlab kelsin, fransuz restoranlar barda qaytib keladi-yu. Mayli erta qolib ketdi ham deydi, lekin erta qolish anaqasi yo'q-da.
ko'p bolalar bir ikkitasi qoldi, ishladi, anaqa qildi, optini oshirdi, erta ham borib ishlab keldi yana. Bor, 3-4 ta bolalar bor, malades, zo'r optini oshirdi. Haqiqatda bu yerga kelib endi mana ishlayapti. Bir qadam, yana keyingi qadamlar bor edi, endi o'sha shkolani bu yerda ochish to'g'risida gaplashilgan edi. Bu juda katta qadam bo'lardi. Cordon Bleu Toshkent City'da joy ham ajratilgan edi o'sha Cordon Bleu ochilishiga. Keyin hokim o'zgardi. Xo'sh, bitta konditer qancha soqqa qilishi mumkin? Soqqa bormi shirinlikda? Bor. Nega yo'q? Produktini to'g'ri topib olgan odamda katta Olib olish kerak. Soqqa bor, olib olish kerak. topish kerak. Qaysi yo'l bilan chiqarib olishi, qaysi yo'l bilan o'shani orttirib olish. Kimda qancha soq, kimdir quvvati soq. Bu yana bir biznes tarixi va yana bir iste'dodli o'z ishini chindan sevgan insonning biznesgacha bo'lgan yo'li edi. Umid qilamizki, sizga qiziqarli bo'ldi va bu like bosishingizga sabab bo'la oladi. Bundan tashqari, yil yakuniga yetyapti. Hammangizni o'tib borayotgan 2025-yildagi omadingiz kelasi yilda 2 barobar va undan ortiqqa ko'payishini tilab qolaman birinchi navbatda. Ana undan keyin 2025-yilda nimaiki yaxshi rejalaringiz bo'lsa-yu, ularni amalga oshishi menga xalaqit bermasa, amalga oshishini tilayman. Va albatta, yangi yil barchamizga soqqali bo'lsin. Salomat bo'ling. Kimda qancha soq,